İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklov shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklov shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklov shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya tur san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasetçi Ümitvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat, her ailege söygü tarat. Әмдікі нөвәтті 1201 numurluq mayırını sahnek təklif etsem. Salam dostlar, yaxşımısınızlar? Mən 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasına qatnaşqan mayır, qadrdar Rüstem bolman, özüm Aqsu Uyuşturpandan. Bu qıtımqı 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasına qatnaşqan maqsadım bolsa, özümnің talantını jari qıldırğaç, ustazlarımızdan yaxşı təklif bilimlərini elib, yaxşı naqşçı buluş arzu üstüge keldim. Küçüğü bağlanı kezdi Tapaydın, kırdın izin Cübmen zındınren alğan idi Lalı zorga bırak yüzün Küçüratmidin emma üzenni Sen bahar niye sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin Uzaklarda heybet şu tabi Hayalini kildu bizi Ötkanca intizar çağlar Vesiyon bana bu medir nesi Sensiz ben mu bakar mu biri Sen
sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin Bu kemr alim Dostlarım o güller tutarım Keldi yine bu kemr alim Dostlarım o güller tutarım Neler desem Sügünümlerken Kulum dügül seni kütermen Ömrüm boyu süyüp ütermen Sen bahar niye sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin 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 Sen bahar niye sevinmedin Sen bahar niye sevinmedin Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi Narat Sapsüti mahirlarga omad tilaydi. Salam oldu bilen 8. qaran Narat İpekli Sadası programımızdaki möhterem ustazlarımız, şundaqla naq meydan da ultuğan dostlarımız ve Aksu Uçturpan'ı kelgen qadirli Rustam. Xush kelibsiz. Rahmat. Ömercan aka çoğun bir adam nakş etip atqandek kenim qara berilip Avazı yoğan orgulap ketken adamda mı? Koreyanın yine çok Avazı yoğan. Yaxşı aytdың mençemdi şahsen. Qağını başta Ömercan ustaz bir işke qilgan qilsin, qağını başqa ustazlardan anglaymiz. Mahmud Sulayman dostumuzni eslatding. Rahmat. Onun üstüge yaxshi etdi, avazdan to'g'ri va. Avazından to'g'ri va. Abdi bakmi yaxshi etdi demaymiz. Lekin avazından to'g'ri va. Çalı yerleri ba, onu o'sha ketasan qo. Sen yaş to'lsang. Onun üstüge shu sakinde chiqib başta ma başqa ötüp bersim ötkül olmaydı nurga adam. Bu naqsh etishga oson emas. Şu mening bu tövendikilarga manchimiz deydiganim, mush bir naqshning qanchalik japadi, o'jit kelishini o'ylamaydi shu nurga adam. Anda aytdi deb bek bağlab ketibmiz, lekin yaxshi etding. Rahmat ustaz. Kadirdan inim kelip chiqqan naqshchi Ömerka. Onun üstüge bu ikkinchi qitim qatnashishing nima? To'g'ri ustaz. Oldin qitim salomatlik sabablik Ag'rib qolgan. chekinib qolgan musobaqadan. Ma qitim rostimni desam, manaqshini boshlangan vaqtda men butun vujudim bilan meni bir titrak bosgandan keyin chuqum sana o'rilish istiki qo'zg'aldi. Lekin o'tirliqda mushu ustozlarmi chuqum meningcha shunda his qildi deb o'ylayman. Yana bir yerlari ozroq doğru dermekleri kamçılık qilgan ama lekin men o'rlanmay qoldim. Keynim ko'rilgandan keyin sen ekanligingni ko'rgandan keyin qattiq afsuslandim.
Amma lekin Nakşan'a köp teşekkür meni keçirip. Rahmat ustaz. Men bir ishga qizga qilay. Abay degandek bizning o o'rlanmaslik sababimiz asosiyatimiz shu ovoz buvindinglik avvalo bor, lekin ovoz tutsangiz intayin chiroyli. Bugungi shu cho'ng sahnaning o'zida shunchalik o'rindimoq yomon tez. Lekin abay Ömercan kan bilan g'uji o'rildi. Ustozlarimiz cho'qim yaxshi yetaklab ketaylik deb o'ylaymiz. Muvaffaqiyatli bo'lsin. Rahmat ustaz. Biz öğrengenlik hem çoğuspet oturalım bu üz kes önemli. Unda esa oxirgi tanlashingiz. Oldu bilen muş programma orqali muşu bana kendimde yetekçi bulup bana madetlerini bergen, hatta yığılıp ketken muşu dadamga, ata anamga, urug' tuqqanlarimga muş sen orqali bir rahmetimi bildirip algan bolsam rahmet. Ana lekin ağırda bunun tanışım. Adaş etkençe yaxshi ko'ramsa? Yaxshi ko'rmaysan-chi? O, ishmisam turolmayman etkençe. O'g'ilchilik degan zodi aytgancha ishimiz. Amal yo'q adaş. Biz shu etkençimizni Naratning sap suturi bilan ichib Mana buni sanga tavsiya qilaman. Narat Ucmet Kurban Kırpsi. İpek yolun sadası, sürgünün yok şidası, kuş havasla seynası, İpek yolun sadası. Endi bo'lib maydonga 1893 numarını teklif etsem. Mecnun tal, Mecnun tal, Mecnun tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. Ay Mecnun tal, Mecnun tal, Mecnun tal. Sözlerimge kulak sal, kulak sal. İtip birey naşamni. İp kaçmasın çok şaman, çok şaman. İtip birey naşamni. İp kaçmasın çok şaman, çok şaman. Ey Mecnun tal, Mecnun tal, Mecnun tal. Sözlerimge kulak sal. Hasiyetlik Noruz'da bakarda. Mundi şayli Mecnun tal. Levlerini uzatma, uzatma. Sözü külçek livge, livge.
Gündeşligim, gündeşligim kilidur Şamallarının sözüge, sözüge Gündeşligim, gündeşligim kilidur Şamallarının sözüge, sözüge Ey Mecnun tal, Mecnun tal, Mecnun tal Sözlerimge kulak sal Hasriyetlik Nevruz'da baharda Mundi şayli Mecnun tal Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçülük Çeklik Mas'uliyet şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Qarshi olamiz inim. Xush kelsa Naqshonga rahmat. O'zingni bir tanishtirib etsan. Alılan salam barcha ustozlar, ekran oldidagi barcha ko'rganlar. Menki Polat Qaysar qo'lda tekasini yozdim. Salomimiz. Rahmat. Shundaq chiroyli naqshidan birini o'rlab berdi Abdulla akamizniki. Naqshisi. Masalani o'zing his qilgan bo'lishing mumkin. Azroq o'di qushba, anadekin naqshiniki teksti ahangi hissiyatiga çökenmeslik var. Şundan mı kanda ustazlar? Naqshininki tekstinin baştan ahırı bir naqshidagi 3 kupletninki özü güçlük hissiyatı buludu. Aşininki içideki bir mısraninki bir tal sözdün tatip hemmesinin özünün hissiyatı buludu. Abdullah akamiz bu naqshini intayin hissiyatlık joyida o'rindab bergan. Necha kirdan? Bir yıl 28 yaşqa. Ha, yeshimi belki cho'ng emasga. Balkim naqshi tanlashda ancha-muncha xatolik sodir bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin seninki naqshi urilishingda boshqa cho'ng masala yo'q. Cho'ng masala yo'q. Bugun endi biz bayshaylandim bir aylanma o'rlanmay qoldi. Balkim shu ustozlarimiz shu masalalarni his qilgan bo'lishi mumkin. Shunlashqamda bugun bu yerda tanlanmasliging seninki naqshini yaxshi aytolmasliging yoki bu kasbda üzüp chiqolmasligingni belgilayolmaydi. Shunlashqa ko'nglingda boshqacha besim bo'lib qolmasin. Biz sahnadan tushgandan keyin mana bugun Ipak yo'li sadasi programmasi orqali sen bilan tanishdik. Salomatchilik bo'lsak, amonchilik bo'lsak, mushu programma mana sahnadan tushgandan keyin bundan keyin sen bilan yaxshi aloqada bo'lib kasb jihatda birga tirishsak bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Ben uyladım, naqshini hatta talab qapti deb o'yladim. Demiş qatsa ovoz tutsangiz bek alaydi ekan. Bir adam anglablam esida qolgan bir ovoz tutsa ekanda, sizda shunaqmi? Umarjon aka. To'g'ri. Sizningki mush ovoz tutsangizda hamda sizga tavsiya ili xalq naqshlari bekrak tushidi ekan. Undan qolsa qumul xalq naqshlari tushidi ekan. Hamda o'zingizning ovoz tutsiga mos keladigan naqshlarni aslangiz sizning alayligingiz texmi joriy qilindi, texmi gavlindi. Agar siz bundan keyin qarorliq Ipak yo'lida qatnashmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiyam xalq naqsidan birini o'rindab kelsangiz, balkim natijasi buningdan ko'p yaxshi bo'lishi mumkin. Ben bir ishga qilgan qilay fikrim. Sen bugun biznikiga ustozlar o'rilmadi deb hargiz bunda o'ylanib qolma.
Endi azroq ketib qolganini o'zing his qilding emasmi? Yuqorida bolalarmi dedi. Sen hozir mush o'tag'anlar hammasi sening ustozing biz. Mesela Məmməğulculuk o'zing bilsa, har qanday vaqtda bizni izlasang, mushu hozirgi bizni tarbiyalamoqchi bo'lgan bolalarga o'xshash muomala qilamiz. Mush texnik bugun tunji qitim chiqishim qadam ipak yo'liga. To'g'ri. Unda bo'lgandiki, sen ko'nglingda mush texnik chiqolmay ketgan bolalar yomonchiq. Sen chiqding. Xeyli bola chiqolmay Chiqqandiki bo'ldi ko'nglingda men birinchi deb o'ylasanglar bo'ladi. Endi tek 28 kiribsa ovozingda nurg'un naqshlarga yetkidek ovozing bor ekan sening. Buniki tirishsanglar bo'ldi. Cümaf gap. Güzel. Mayli. Demek 失败是成功之母deydigan bir yig'iz gap. Mayli, ishim bo'lmaydi. Sizlarningki mustaq bir ikki yig'iz tavsiyalik gapinglarni anglashim men uchun cho'ng oziq bo'ldi. Rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Bu daqsanda sizni ko'rishni orzu qilamiz. İpek yolda dostlarım kaldı. Rahmat Aygül, rahmat Kamila. Shunchalik chiroyli san'atlik bir estetik zo'q beg'ishlaydigan bir ko'zgu ata qildinglar bizga. Shunchalik huzurlandik, rahmat.
Aygül mening qalbimda sizin bir bak yaxshi naqshchi, siz izchil o'zingizni yerib chiqib, har xil holatlaringizni quchoqlab, har xil ehtimolliklaringiz, imkonlaringizni qizg'in quchoq ochib turib, o'zingiz hal qilayotgan bir naqshchi deb o'ylayman. Shu naqshchilarningki o'ziniki rohat balbig'ida mangu turilishini men toza yaxshi ko'rmayman. Chunki o'xshamagan o'zini his qilib chiqishi kerak. Balkim o'xshamagan o'zida shundaq bir yangi bir hayot bo'lishi mumkin. Yangi bir san'atning hujayraları bo'lishi mumkin. Biz faqat o'zimizning rohat balbig'ida turib olsak, buni his qilolmaymiz. Men buni deb bakchiq deb ketdim, lekin birdan bir misolan sizdan ko'rishim, siz mana sizni to'nigandan boshlab, naqshingizni olgandan boshlab ta hozirgacha to'xtamay o'zingizni hal qilyapsiz. Ya'ni shundaq o'rganyapsiz, har xil imkoniyatingizni quchoqlayapsiz. Rahmat Adila, rahmat. Şu bugungi kunlikdimi yana shunaq yangi go'zal naqshidan birini elib, hem Kamila, sevimli Kamila san'atkorimiz bizning usta usul parvansi ko'nglimizning to'rdan o'rinayotsiz. Bizni shunday go'zal ko'zgularga ega qilganligingiz uchun ko'p apirin rahmat sizga. Rahmat Adila, rahmat. Yaxshi baholaringizga rahmat. Men bir ikki qizga qilay. Aygül Ahmet ajoyib bir san'atkorchi. O'zi Şinjan Naqsh usul o'mgining artisti. Bizning mamlakatimiz ham xalqarалық cho'ng yerlarda inovatlari var. Rahmat Umarjon. Bir-birini atab jimsamamni biz bilamiz. Ondan keyin san'atga o'zini atagan desa shu Aygül Ahmet nisi bo'ladi. To'g'ri. Biz bir necha naqshni aytib qo'yib, o'ziga qarab undaq tirishmaymiz-ku. Sizdagi tirishchanlik namamizni ko'rib turyapmiz shakllarda. Shuning uchun buningdagi san'at hayotingizning gullar unsin. Texme tirishing, bugun bizni mishadi hal so'rab kelganingizga hammamiz rahmat aytamiz. Rahmat Umarjon ustoz, rahmat. Aygül'den bilen meniki. Men Aygül'den bilen necha yil Şinjan Naqsh usul ümmikide yine xizmatdosh bo'lib o'tgan. Hem bizniki hamkorligimiz nayt yaxshi bo'lgan Aygül'den bilen. Hem hamkorlik qilib ijodiyatlarda Aygül'den bilen teng hamkorlashib nayt güzel bo'lgan naqshlarni jamiyatga yetkazib keladi. Undan boshqa Aygül'den bilen Asqarkam yani bizniki ataqliq usulchimiz, cho'lponimiz, ustozimiz Asqar Iqbakam mu Aygül'den izchil qo'llab keladi. Şunu bilan birga hamda san'at beg'idagi haqiqiy bir juftlar desak, nayt qamlashadigan bir gap so'zlar sizlarga yoruldi. Oldi bilan san'at hayotingizga shuni bilan birga yana oilangizdan taxmin baxtli ishlaringizning nayt xushal xuram bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Aygül muallim, naqshingizdan intayin yaxshi huzurlandik. Sizga gap ketmaydi. Biz demoqchi bo'lgan gaplarni Umarjon akam, Adila, Abdusami deb bo'ldi. Men yana desam, yana shu mushular degan gapni deyman, sizlarga gap ketmaydi. Ajoyib huzurlandik. Rahmat naqshingizga. Biz sizlarni ulgi qilib maqsaq bo'ladi. Rahmat. Aygül aka, xush keldingiz. Hadi sizni ko'rib xo'sh bo'ldim. Bor akam yozgandek turdi mana naqshni. To'g'ri. Men Muradil qildimi? To'g'ri Murad. Ijodiyatmi, pechenmi? Ishkilisini qildi. Mana bir anglamoq qila bilgil bo'ldigan bo'pti. Shuning bilan birga nima demoqchiysan degan vaqtda, mushu senning o'rimiz uchun 9 kun ichida ajoyib go'zal, chiroyli melodiyadan bizni mishaga ekapsiz. Shuning uchun biz ajoyib xush bo'ldik. Mehmonlarning, tomoshabinlarning, ustozlarning bir chavuk bilan sizni qarshi olamiz, ham rahmat aytamiz. Rahmat, huzurkam rahmat. Men oldi bilan bir salomni berayotay, abay salom berish fursati bo'lmadi. Salam şu Muxtar ustoz boshchiligidagi Yipak yo'li sadosi programmamizdagi barliq meningki kasbdoshlarim, ustozlar, hammanglarga mendan sig'inishli salom. Avval gülünü taqdim qilib olinglar. Yipak yo'li sadosininki biri ko'ngli. Rahmat. Men bugun aslida sizga so'qsam Muxtarga ajrimim. Rahmat. Ko'p rahmat. Chiqchapa chekdingiz. Rahmat. Men vaqtingni olmay qisqilla ikki eg'iz gap qilay. Birinchi eg'iz gapim
Aygul Ahmet Xalqaro madaniyat elchisi. Bu şeref bir naqshchiga va bir madaniyat xodimiga nisbatan bek cho'ng unvon bu. Sizni mushu sharipingiz bilan qutlayman. Ko'p rahmat, ustoz, ko'p rahmat. İkinci gap, Kamila Qurban, Şinjan usul sahnesininki çempiyonu. Bu Kamila'nın bu çempiyonluğu bilan qutlayman. Kamila o'zininki çempiyonluğunu destek qilib yaşamayotgan, tirishayotgan bizninki usulchilarimizning birisi. Mushu İpek Yolu sadasımı sizninki sahningizga o'xshash mushu ikki qizchaqninki latofatiga va o'ziga bo'lgan mushu san'atga bo'lgan astoydilligiga bir olqish bersanglar. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz, rahmat. Hammamiz san'atga shunda aktiv pozitsiya bilan, aktiv energiya bilan yuzlansak, cho'qim ma'lum bir pallaga yetalaymiz deb qarayman. Rahmat sizlarga. Rahmat ustoz, rahmat. Növbətdə səhnəyə çıxmaqçı bolğan Mayirimizin nomeri 49. 大家好，我是第8季纳热特丝绸之路之声的参赛选手，我叫阿里木江艾赫迈提，出生于美丽的巴州和硕县。沿着江山起起伏温柔的曲线， Hissiyat yaxşı. 放马爱的中原，爱的北国和江南，面对冰刀雪剑风雨多情的陪伴，珍惜苍天赐给我的金色的华年。做人一地肝胆，做人何惧艰险？豪情不变，年复一年。做人有苦有甜，善恶分开两边，都为梦中的明天。看铁蹄铮铮，踏遍万里河山。我站在风口，浪尖紧握住日月旋转。愿烟火人间，安得太平美满。我真的还想再活500年。صداقة الصميمية وعدالة الحقيقة سندور المصغى يمي تاغدك جبا مشقة هم رياضة قباحات كزدن قامو دريا bundan negli yollar Müşkün hatar içinde ızılap Koyaş aydında var Bomba bulman ara Elge izlep çıkmak Ben yaşsamken 500 yıl yanar我真的还想再活500年
Avtonom rayonimiz sütçülük sahəsidəki başlamçı karxana Şinjan Narat Sütçülük Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Narat Sap Sütü mahirlərə omad tilaydı. Salam yetekçi ustazlar. Hem de ekran aldırdaki körürmen dostlar. 大家好，一起好。我叫阿里木江艾克麦提，出生于美丽的巴州和硕县，大学深造，参军入伍，光荣退役，现在是以一个退役军人的身份站在这个舞台上，非常的高兴和荣幸能够参加第8季的纳热特丝绸之路之声，谢谢，欢迎欢迎欢迎。首先，非常感谢您给我们带来一首非常经典的歌。还有，你是现在从事就是这个声乐方面吗？ Doğru, 是的。 Qandalar olup müşnaqşını eğitip kelişini oylaşıp kaldınız? Çünkü 500 yıl yaşagan ben. Biz kino dastlabki chiqqan chaqda bu naqshni yoqtirib qilib, shundoq yaxshi ko'rib, ta hozirgacha shundoq yoqtirib anglayman, ham nurg'un sahnalarda aytaman. Sebebim shu. Siz shundoq harbiy uslubdagi jangovar naqshlarni aytishni yaxshi ko'ramsiz yo xalq naqshlarini muncha ommabop uslubdagi naqshlarni aytishni yaxshi ko'ramsiz? 我主要是比较喜欢通俗的歌曲以及我们部队的这些队列歌曲。Desel. Agarda sizga yana mushtaq ikkinchi qatam sahnaga chiqadigan fursat berib qolsa, siz yana mushundaq bu do'yning naqshlarini ilib chiqamsiz yoki boshqacha bir uslubni silab beqishni o'ylashib baqdingizmi? Mayli qanday bo'lsa, yetakchi ustozning gapini anglab hamda Kimni gapini almoqchi hozir? Sizga shtab Zoir Shahdan boshqa hammamiz o'yrildik. Haqiqatan bu naqshining o'disidan bek yaxshi chiqib berdingiz. Ishqib men tarafdan sizning kelishingizni qarshi olman. Avval gapni Umarjon ustozni bir anglab boqaylik. Bu yigit yaxshi o'rinda. Abi Adilami dedi, cho'qim mush turdagi naqshlarni, ya'ni boshqa turdagi naqshlarni ayta olamsiz degandek mazmunda gapirdi. Menimcha aytdi bu yigit hamini. Universal yetishganda qilib turdi. Zoir Shah beshki qizga qilinganmisiz, o'rilmaganmisiz? O'rilmagan odamlarning gaqili salohiyati yo'q, o'rilganlar gaqqisin. Nerede işte kaydı baki? Men tuzib oldim işte qaydini. Mening kendi öğrenmeslikimdeki sebebim çünkü bu naqshini aynı vakitte mening ustozim o'zlashtirib aytgandimi Raurs joyiga tekkizib etgan. Buni Mishad o'tag'anlarniki hammasi ekran oldidagi hammaylar biladi. Bugun siz o'zingizniki güzel ovozingiz bilan bizga o'rindab berdingiz. Mening o'rganmasligimdagi sababim sizningki bu naqshni yaxshi aytolmaganligingiz emas. Oldida aytgan naqshingiz orqali his qilganimda nihoyat tajribali naqsh ekansiz. Şuna bizningki shu guruhga, Hamra guruhiga kirishingizni qizg'in taklif etamiz. Naqshida so'y yo'q. Masenga shu birinchi qitimda boshlagandilar. Acayip yumshoq ovozda aytdi. Hissiyotliq aytdi. Adilada ham ishimiz o'tirmayadi deyishdi. Changda aldab qo'ymiz. Ovozni kontrol qilish. Joyiga birchi kontrol qilishda bek kuchaydi g'ayri kuchayib, yumshoq aytib acayip bizni rahatlantirdingiz, huzurlantirdingiz. Hattoki shu tomoshabinlarni o'zikidan chavakil chap ketdi. Biz ikki qitim qo'l she'ratlagan bo'ldik. Gap yo'q. Masalan, hozir Hamra guruhi, Umarjon akam, Adila adam biz o'rildik. Biz miyada o'zimiz talashib, bundoq bir-birimiz gap qilish bizning vazifamiz bor. Ammo mushada biz nimani xohlaymiz desangiz, shu mayirlarning o'z ko'ngli tatqa ustozni, keyingi bosmoqchi bo'lgan qadamini ham biz qanday bosmoqchi? Balkim yo'q, hammamizni tushunsiz yoki tushunmaysiz. Shuning uchun naq maydonda o'zingizning hissiyoti bo'yicha, o'zingiz xohlagan bo'yicha ma'lum bir muallimni tanlaysiz, qolganini har qanday guruhda ketib qolish deyish vaqti bo'ldi. Bo'ldi. 首先特别感谢为我转生的导师。我选择的导师是 Narat
narat. Her ailege söygü tarat. Yenep sen de? Sen hiç popsan gana. Sen sapsıtırı bek amraka naratmın. Мәлі әмәс өйдікілем күн алды дегеннен аратның сапсытылырге. Sen meyve temlikin hep sende? Hazır yeni çıkırıptı mango temlik. Her kadarınız meyve temlikleriniz Vaa, əmsi olmuş duraylı? Evet buludu. Adile Ustaz. Ne görüp İpek yolu sadası, zilginin yok şivası, kuş havazla seynası, İpek yolu sadası, İpek yolu. Bu da sahneге çıkmak olan Mahir 1527 numar Mahir çıksı oldu. Salam dostlar, ben 8. karar Narat İpek yolu sadasının Mahiri Gulam Alim. Ömrüngde bir fırsat var, Çin yürekten tallap söy. Ömrüngde bir fırsat var, Çin yürekten tallap söy. Yar mı küysün sen muhem, Yar mı küysün sen muhem, Mecbur emes halap söy. Yar mı küysün sen muhem, Mecbur emes halap söy. Söy, 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 yüreğin köygenni. Söy, 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 seni hem söygenni. Taşta yaktı durmaydı, bulbul kafeste sayrmaz. Taşta yaktı durmaydı, bulbul kafeste sayrmaz. Ot yalkını bulmasa, ot yalkının bulmasa, el riştini bağlamaz. Ot yalkını bulmasa, el riştini bağlamaz. Söy, 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 yüreğin köygenni. Söy, 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 seni hem söygenni. Huy peyle, yolun müşkül capadır. Mas gelmese huy peyle, yolun müşkül capadır. Yer bulmasa üzmeyli, yer bulmasa üzmeyli. Bu muhabbet hatadır.
muhabbet hatadır. Söy yüreğin köygenni Söy seni hem söygenni Söy yüreğin köygenni Söy seni hem söygenni. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Cheklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam ustozlar. Mening ismim G'ulamjon Olim. O'zim Turpan To'qsondan keldim. G'ulamjon Olim men bilan dadı bir inimkan bu meni. Ömerjon Olim bo'lgandiki. Yaxshi. Şunda o'rinda de naqshini. Aj naqshini ichi kirib ketibdi hammamiz. Tas qapti shu. Kechik qoldi. Jiddiylashib ketaman. Ama naqshini egisini öğrenmepsen de sen. Valdi o'xshash o'p ketdi. Tundan mening naqshamga Zahirkam burildi. Biz burildi qo'shni o'xshash qildi. Bu qaysining naqshisi? Zahirkamning naqshi Abdusamining ijodiyati bu. Abdusamining dadisi Erkin Zeripkamning tekisi, muzik Abdusamining akkordlashtirishi. Abdusamining ijodiyat ekanligini uqmadim, ammo men naqsh tonishlikda bizga. Uqqan bo'lsam burilmaydim deb aytdim. Abdusamining olganmisiz? Men boshda burilib bo'ldim shu muzik chiqmaganda. Ovoz yingsisim azroq o'xshatdim. Abayınız şunda yaxşı etip edin inim. Naqshini shundoq joyiga keltirib, endi biz yilqi keyingi avji qismlarini saqlab birdan o'tirib qoldik. Bu naqshini degandek muzik ismi ishlagan, tekstni dadam Erkin Zerip yozgan tekis. To'g'ri. Bu naqshininki endi qiyinlik darajasi bor naqshchu. Tövini bek töven, yuqurisi bek yuquri degandek abayni yozamdi. Ma'lum jihatda qiyinchiliklar bo'ldi. Chunki bu naqshining o'zida ma'bay deb aytgandek tövini töven, yuqurisi yuquri. Ma'lum darajada masalalar yuz berdi. Lekin mushu naqshini men musanda aytma deb jur'at qilganligim uchun men o'rildim buningga. Ham Zahirkam bu naqshni bek payz aytib etgan. Şu yakında bunu uzun bo'lmadi necha vaqt bo'ldi jamiyatda xil belgili ta'sir qo'zg'agan naqshlarning birisi. Shunlashqa shunda yaxshi aytding inem. Unda boshqa ustozlarning gaplarini bir anglab olsak. Men naqshini Zahir Shah bek chiroyli aytibdi. Zahir Shahning aytganini anglagandim. Shunga selishtirim bo'lib qoldi mening ko'nglimda. Shuni bilan qanaqa qilmaysiz Zahir Shahdek aytamgandek his qildim. Shuni bilan o'rilmadim shu. Zahirkam oxirgi qilsin, nimishqatmish naqshning ijrochisi bo'lganki Zahirkam oxirgi qilsin. Yine mübarek bo'lsin. Bu naqshiniki tuzilmasi deysa, qiyinlik u bu deganlarni deb bo'ldi, Abdusami akang dedi. Adil adamlar dedi, adil adam dedimde Zahirkanga o'xshash nim qilaman debchi. U mumkin emas. Har qanday bir naqshan, sening bir moda olgan naqshan bo'lgan bo'lsa, ya men yoki Zahirkam yoki boshqalar u sendek ayta olishimiz, ashag apirishimiz mumkin. Nimishqa bir naqsha aslisi bilan xalqning yuragiga tegib puldan oluvchi. Unda bo'lgandan keyin ming nocha odam chiqib aytsimi, uningki nima so'z kerak fitrash va. Lekin bugun sen apading, azroq bir yerlarga apading, ammamda shu ras biroqli mükemmel bo'lib ketmedi. Biz azroq bir saqlab, avjida o'rayildigicha seni 90'dagini bilib qilib, birinchi ketmasin deb vaq-vaqli urdik. Muborak bo'lsin, mana men, Ömerjon akam, hamroh gruppasi Jaloliddin Abdusami akang, sen uchun chiroq yondirdi. O'zingni bir ko'ngilda fikib kelgan bir odaming bor bo'ladi. Zahirkamning shig'iz gapini anglab etgandan keyin ha deb qo'yib turib o'zing bilganda talasang bo'ldi. Rahmat aka. Inem avval meningki naqshamni tanlaganingga chin ko'nglimda rahmat aytdim. Bu naqsha Abay Abdusami degandek Erkin Zerip akamizning qalami bilan Abdusamininki ijodi bilan putgan naqsha. Gerçi men o'rinlig'uchisi men bo'lsammi, ijodiyatchisi Abdusami. Shunlashqa bu naqshininki qiyinlik darajasini mendan yaxshiroq biladi. Abay degandek
Tövünü bek töven, yuqorisi yuqori naqshi bo'lganligi uchun balkim mashqda mendan mi yaxshi aytib etgan bo'lishim mumkin. Yaqinda emas. Hamda naq maydonda ancha muncha jiddiylik bor, tan salomatlik jihatdan bo'lsin, u o'ylagan yerga yetolmay qilish u normal ahvol bugun. Mana Abdusami, Jalol, ustozimiz Ömer akam, G'o'ji inimiz uchaylan o'rildi. Men shunda xush bo'ldim. Hamda bu programma tugagandan keyin yana sen bilan biz Abdusami bilan deymiz, G'o'ji bilan deymiz, ishxonalarimiz bir yerda, kelib ketish jarayonida bo'lsin, shaxsiy aloqa jihatdan bo'lsin, yana sen bilan biz davomli aloqalashib fikr almashtirib, shu yo'llarda sen bilan bilmag'imiz inim. Rahmat. Rahmat aka. Alaqsa ustozlar yurak so'zimni deb olgan bo'lsam, shu munosabatlarni o'zimniki kichigimdan baqib cho'qgan ota-onamga, bo'lib opamga ko'p rahmat aytaman. Naq maydonda rahmat. Rahmat aytamiz. O'zim yaxshi ko'rgan Zoir akamning naqshisini, ustozning naqshisini aytib oldim. Rahmat inim. Shu munosabatlar, shu muzikani ishlagan Abdusami Erkin akamga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Adasi oxirgi tanlashim Narat. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Məsuliyyət şirketi Narat Sapsüti mahirlarga omad tilaydi. Narat Hamra gruppasi rahmat. Növətdə səhnimizə 1730 numurluq mahirimizi təklif etdiniz. Qani mərhəmət. Salam ekran aldidagi barliq aziz ko'rmanlar. Men 8-qarar Narat İpek Yolu programmasining mahiri Baxtiyor Dolqun bilman. Biz melodiya. Üstən boyda saxladım seni. Yaxşı bir tərəf qilish. Chiroyliq. Yüzünü görmə Sığındım seni. Üstən boyda saxladım seni. Yüzünü görmək Sığındım seni. Qara qaşlı güzel yarim İşqında ezilsə meyli titinin Qara qaşlı güzel yarim İşqında ezilsə meyli titinim
tesmidu Tangmu atudu Keşmu buludu Muhabbetleşme Şunca tesmidu Ayga kara Boşa insan Küyümde yüreklerim küyüvatıdı Ayga kara Nakşa insan Yüreklerim küyüvatıdı Külürümde yüreklerim küyüvatıdı Birinci derecelilik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salam, qalbimizning eng cho'nqur diyorlaridan o'rnagan ustozlar. Salam ekran oldidagi va past o'tagan barliq tomoshabinlar. Hammangizlarning hozirgi vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Kamina güzel cho'chak shaharlik To'rbuljon nahiyasidan kelgan Mahir Baxtiyor Do'lqindan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Xush kelibsiz Baxtiyor. Oldi bilan so'zga bek mahir ekansiz, adabiyotga yaxshi ekansiz, ha? Hech qachon bir mahir sizdek chiroyli so'zlab boqmagan bo'lsak, neda shuna chiroyli adabiy tillar bilan bek chiroyli so'zladingiz. Bugun men o'rilishimdagi sabab birinchi shu O'stan bo'yida degan naqshni asli ijrochisi Mavlon. Biz Mavlon Tatliq deb qo'yamiz. Umu bir yag'nayt yaxshi bir san'atkor. Bizningki Uyg'ur shu Şinjan adabiyot san'at ishlariga zo'r to'k bilan qo'shgan, o'zim ham MLD qatorliq bir necha yo'diylarni qurib, yangi naqshlarni chiqarib, shu izchil turda adabiyot shu naqsh muzika ishlariga to'k qo'shib kelayotgan bir yosh naqshchi ham shu san'atkor desak bo'ldi. Shunaqlam shu naqshingiz shu Mavlonni ham eslatdi, shuningdek naqshini shunda tetimliq, chiroyli o'rindab berdingiz. Uzun bo'pti-ku bu naqshini anglamag'ili. Burun unutilib qolay deyotgan, uzun mezgil aytilmagan mushta naqshlarning yana qaytadan maydonga chiqishi, demak bizning asrimiz yaxshi bo'lsin. Bizning asrimiz sabiylik, yaxshi, xalqqa yaraydigan bo'lsa, xalq hech qachonda bir yaxshi asarni noumid qo'ygan emas. Balki ma'lum davrninki, zamonninki ta'siriga uchrab, bir mezgil ko'milib qilishi mumkin ekanligi, lekin hamon yaxshi asarninki, oltinninki hamon bir kuni paqirab chiqadiganini men sizdan to'liq tushunib yetdim. Qadimingizga marhaba. Rahmat ustoz. O'zing bek payz etding bu naqshini. Rahmat ustoz. Naqshi degan Onun üstüge bu elimiz sekinde bek erkin. Fakat oduq iştigen neme yok. Gep söz deyse emmede. Sal uduq qoldim, lekin mashqan vaqtiga sal o'xshamay qoldi. Uduqmisangiz normal emas, cho'qim uduqish kerak. Chiqishdan burun dilim qurib ketib, aran etdim. Sizlarga desam, shu mayirlar sahnaga chiqqan chog'da uduqdim deymda. Amaliyotda biz hozir toki men hozirgacha masalan har kuni sahnaga chiqsam, sahnaga chiqishning oldida minchilik bo'lsa uduqman. Uduqmadim degan gap emasman gap. Hatto bizmi, senmi haqida uduqimiz. Hay qanday ola tekstsiz qolamanmi, bir qanday bo'lib qan har xil xav bo'lib qolamiz. Vish bo'lib ketdi-da. Lekin oxiri biz nimamizni yetishtirib chiqiramiz deganda, qandaq bir kasbiy sapani yetishtirib chiqamiz deganda, yuragimiz 120-130 da so'qiyotgan bo'lsa-mu, lekin bizning ijroyimizda, bizningki ovoz chiqarishimizda yuragimiz 80 da 90 da so'qiyotgan shu hissiyot, shu ovozni jariy qildirimiz ayadi. Shundaq aytimiz naqshini. Mana bu eng pishqan naqshchininki eng qila oladigan ishi. Demak, sizning naytit
özünüzni temtirgen yürkünüz soqatqan müştaq ahval astida bizga şunday rahat bir tuyg'uni beraligingiz sizning yanımı müşü pişqan naqshlarga texmi yiqilishib berayotganligingizdan derak berdi. Qolganda hamda sizlar arqali pishimiz. Yaxshi. Tezgah qildi. Rahmat. Men uchun o'rinni aylantirgan barcha ustozlarga chin ko'nglimdan rahmat ham oliy ehtiromni bildiraman. Mushu munosabatda men azroqgina bir yurak so'zimni qilib olgan bo'lsam. Qila. Azroq vaqtinglarni olib qo'ygan bo'lsam. Ishtamaydi, chiroyli so'z aytgansiz. Bir tiniq bilan bizdan vaqtsiz ayrilgan dadamning o'rnini besib kelayotgan onamga men uchun jiq chapalan chekdi. Buni menlam bilaman. Hem bizning vücuddaki xalqmi biladi. Rahmat ana, ömrünüz uzun bo'lsin, tininiz salomat bo'lsin. Yana shunda aldirash bo'lsinmi, kech-kechlab balam sening bugungi mushta mo'yin bir ishing, mushta bir cho'ng sahnaga yiningda men turmsam bo'lmaydi deb anam shunda jafo mushaqqatilda biz mushu maydonga o'lgaydi. Yana shu munosabat bilan men bilan 13 kundan beri mushu yerda birga turib, qo'llarni ching tutib, menga madadlarni berib, hech qanday ish yo'q, hammamiz o'tib ketdim. Mayli o'rilsin, sening bu sahna chiqqanining o'zi bir cho'ng natija deb ayolim menga cho'ng bir madadlarni berdi. Sizlarga rahmat. Mening eng oxirgi tanlashim bo'lsa, Narat Narat. Her ailege söygü tarat. Zahir Şah Ustaz Grupsi. Rahmat. İpek yolu sadası, sürgünün yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sürgünün yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok şigrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sürgünün yok şigrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadim ipek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Ketarkan danaga köy naqshimi